Quva tumani markazdan 15 kilometr uzoqlikda joylashgan mana bu manzil anorchilik qishlog'i deyiladi. Bu yerdagilar dehqonchilik bilan nom taratganlardan. Mavsumda turli mevalar eksporti boshlanar edi. Ammo 2 yildirki fuqarolar bog'lardan foydalana olmayapti. Aniqrog'i, qishloq suv xo'jaligiga tegishli bo'lgan mana bu suv chiqarish tizimi to'xtatilgan. Natijada esa aholiga ajratilgan bog'lar qurib bormoqda. Mana quryapti, mashoqlari qurib yotibdi. Nimalar ekilgan patga? Bu yerda har xil narsa, bodam bor, o'rik bor, olma bor, hamma narsa ekilgan. Qachondan qurishni boshladi? Butundan beri boshladi. 2 yil kelyapti mana oddiy. 2 yil bo'lyapti. Suv qachondan beri kelmayapti? Suv ham suvda 2 yildan beri kelmayapti suv. 2 yil bermayapti, suv yo'q. Onalar ham quryapti bonni. Hammasi quryapti, mana shunaqasi yursiz. Qir atrofidagi yerlar so'nggi yillarda o'zlashtirilib, mahalliy aholi tomonidan obodonlashtirilgan edi. Fuqarolar ushbu hududga sara meva ko'chatlarini olib kelib ekishgan. Ularni parvarishlab, yashil va fayzli bog'larga aylantirishga katta mehnat sarf etganlar. Biroq so'nggi vaqtlarda suv ta'minotidagi muammolar sabab ekilgan daraxtlarning parvarishlash ancha qiyinlashib bormoqda. 200 tup daraxtni hammasi qurib qolgan. Ha, quridi, mana ko'rinib turibdi mana. Quridi suv yo'qligidan. Bir chiroyli ekib buni bog' qilib, yashnatib nima bo'lib turdi, kam-kam bo'lib, ancha-muncha mevalarni olib, bermay obod bo'lib turganiga, unaqa nimalar ham yo'q edi. 2 yildan beri mana limitini olib qo'ygandan keyin, tarqagandan keyin hafsalar sovib, bunga birov qaramadi, odamlar axlatini tashab ketyapti, yana yig'ishtirib, obor tashlasa yana tashlayapti. Quruq yerni hadeb olib tatalab nima qilaversang ham bo'lmas ekan. Ayniqsa sug'orish uchun yetarli suv manbalari mavjud emasligi tufayli ko'plab ko'chat va mevali daraxtlar qurib ketish xavf ostida qolmoqda. Aholi tomonidan katta mehnat va umid bilan barpo etilgan ushbu bog'larni asrab qolish, ularning barqaror o'sishi va rivojlantirishni ta'minlash uchun hududda suv ta'minotini yaxshilash, sug'orish tizimlarini tartibga keltirish va tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Cho'kalanzoqli bog'lar qilib qo'ydik. Mana o'tgan yil 25-yilga kelib turib, qo'qqisdan mana shu dirnashni bizni aholiga bermaydigan bo'lib qoldi. Shu bilan buni ichiga kapilni zarar qildik, boshqa qo'ldan kelgancha harakat qildik, lekin eplolmadik. Shunga sizlardan bir iltimosga shularni bir ko'rib, ahvolni ko'rib, mana ham endi jicha qaramasangiz haqiqatan axlat bozor bo'lib ketyapti. Mana ahvol hamma chiqib qarab, chiroyli qilib bog'larni tarab boshqa qilishardi. Ochig'ini ayting, mehnatingizga achinasiz. Mehnatimga achinaman, qilgan sarfimga achinaman. Lekin bu yerlarim mana misol meni yerim o'sha yerda kontrimda turadi. Buni aldaqalari ham borda, soliqlari hamma yo'g'i bor. Bularni muntazam ravishda to'lab kelyapti. Aytilganidek, aholi yillar davomida bu bog'lar uchun soliq pullarini vaqtida to'lab keladilar. Suv chiqarish tizimi esa hozir ishlamayapti. Avvallari aholi bog' yoki tomorqasini sug'orish uchun me'yor berilar edi. Qishloq suv xo'jaligi boshqarmasi hisobida bo'lgan drenaj zovuri hozirda o'chirib qo'yilgan. Limitni vatqo'z berardi. Batda keyin prezidentimiz chiqargan qarorlarga asosan kelib, shunaqa bu drenajlarda limitini yo'q qilgan chiqarib yubordi. Endi hamma tabrikot bo'yniga yuklatiladi. Tabrikot bilan aholi kelishgan holatda suv ichiladi deyilgan. Biroq bu suv chiqarish tizimini o'zlashtiruvchi birorta tadbirkor tashabbus bilan chiqmadi. Shu sababli zovur qishloq suv xo'jaligi hisobida qolgan. Drenaj mana 1 yildan beri turibdi, kinobgan bossangiz hozir yuradi. Lekin 1 yildan beri qimirlagan yo'q. Buni orqasidan biz harakat qildik, portallarga chiqdik. Portallarda chiqayotgan odamimizni nimalari yetib bormasdan to'xtatishib qo'ydi. Mana borsak, u to'xtatilgan narsani Murollagandan so'rasak, portal nimasidan komitetimiz bilan vatqozimiz kelib, hamma yo'q, hal bo'ldi deb to'xtatib qo'ygan ekan. Shundan beri mana kelib komitetimiz loqasuvda harakat qilib, 1-2 marta loqasuv fermerlar bilan olib keldik. Ashi orqali mash tomoni qoldi. Bu tomon mana qurib bo'ldi. Endi bir ash fermerlarga suv yana qattiq bo'lib ketdi, bag'i kelmasa yana 10 sahos quriydi. Bugungi kunda qir atrofidagi bog'lardagi daraxtlar qurib bo'ldi. Aholi tomorqasidagi daraxtlar toza ichimlik suvi bilan imkonsiz sug'orilmoqda. Boshqa ichimlik suvda sug'oryapman. 1 soat sug'oraman. O'g'limga qarasa pul yozib qo'yadi. O'chirib qo'yaman. Lekin uni quyib ham bo'lmaydi o'zi qoidasi bo'yicha. Men ashu chekida o'tiraman. Ashitda birinchi gilos ekkanman. Suv holda daromadni olganman. Axlat joyda nima qilganman. Undan keyin bodam ekdim, bodamman qurib ketdi. Undan keyin olma ekdim. 750 mingga olib
Bir siz emas, hamma aholi. Hamma aholi shunday bitta men tashimali bor hol ko'rib keldingiz-ku. Aholi ko'plab mas'ullarga o'z muammolarini bildirdilar. Ular bog'lari qurigani, daraxtlar o'tinga aylangani va sekin-asta tomorqadagi daraxtlar ham qurib borayotganini ta'kidladilar. Prezidentimiz nima deyapti? Ko'chalarni zonlashtiring, obod qiling deyapti. Va bular kelib turib, bunday qilib hamma yo'lni o'chirib qo'ygan. Endi bu durnashni mana hozir limitdan olib qo'ydi. Hokimiyatdan ham 3-4 marta kelishib, qilamiz, shu bilan shu qolib ketdi. Kimga murojaat qildilaringiz? Suvni ochib bering, daraxtlarimiz quriyapti degan gapni. Birinchi navbatda hokimlikdan, hokimning yordamchilari ko'proq keldi bu yerga. 2 marta, 3 martadan ham kelishdi. Buni harakatini qilamiz, lekin o'shunda bir xilda turibdi-da, hech qanaqa harakat bo'lmayapti. Endi qayerga borib uchrashishimizni bilmayapmiz. Kimga aytaylik, kimga nima qilaylik? Mahalla fuqarolar yig'ini raisining so'zlariga ko'ra, aholining ko'plab e'tirozli murojaatidan so'ng suv nasos markazi hududni batafsil o'rgangan. Ular bog'lar, tomorqalar va suv ta'minoti bilan bog'liq muammolarni shaxsan ko'rib, aholi fikr va talablarini eshitgan. Viloyat UNES boshqarmasining xodimlari kelishgan, masalani o'rganishgan, joyida aholi bilan gaplashishgan, birga bo'lganmiz. Shunda ular shu bu yerga dasturga kiritib olsak, xudo xolasa shu dastur orqali o'sha Tequduqda elektr energiya masalasini hal qilish yana bitta yo'li bor dedi. Shu quyosh paneli qo'yib beramiz deyishdi. Shu quyosh paneli qo'yib bersak, keyin masala yechiladi deb ketishdi, lekin hozirgacha ham yo quyosh paneli ham kelgan yoki bir mas'ul xodimlar kelib bu bo'yicha bizga yangilik aytgan joyi ham yo'q. Necha yildan beri kutilyapti shunda? Shu 1 yildan beri. 1 yil bo'ldi shu masalaga. Mana endi hozir bahor oyiga keldik, sug'orish mavsumi boshlanyapti. Yana o'z-o'zidan vegetatsiya davri boshlanyapti. Yana endi aholidan yana muammo murojaat kelib tushyapti shu bo'yicha. Biz Farg'ona viloyat qishloq suv xo'jaligi boshqarmasi xodimlari bilan mobil bog'landik. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-noyabrda 48-sonli topshirig'i bo'lgan elektrda. 12-bir bandi bo'yicha suv xo'jaligi tizimidagi 4,5 mingta sug'orish quduqlarini suv iste'molchilar hisobidan elektr energiyasi to'lash topshirig'i berilgan. Shu bo'yicha viloyatimizdagi 1053 ta quduqni suvdan foydalanuvchilarga elektr energiyasi to'lash bo'yicha topshiriqni bajarganmiz. Murojaatda chiqqan Quva tumanidagi Onor sovxozidagi quduq ham shu qatorida. Hozirgi kunda 1053 ta quduqdan 113 ta quduq mahallani tomorqasi uchun ishlaydi. Quva tumanida shunaqada 8 ta. Shu qatori shu quduq ham shunga kiradi. Men joyga borib gaplashganman aholi bilan, haqiqatan hozir bir 10 ta odam bilan gaplashganman. Bitta rais Zafarjondan bo'lgan. Bu masala bo'yicha men ularga aytganman. O'zimizni yuqori tashkilotimiz, ya'ni Suv xo'jaligi vazirligiga murojaat qilganmiz. Murojaatda shunga aytilganki, viloyatdagi 113 ta, ya'ni aholiga ishlaydigan sug'orish quduqlariga amaliy yordam, ya'ni quduqlar o'zimizni byudjet tomonidan qoplanishini to'g'risida taklifini berganmiz. Bizda Suv xo'jaligi vazirligi, Vazirlar Mahkamasi bilan Moliya vazirligiga xat bilan chiqqan. Bu masala mana byudjet tashkiloti bo'lgan biz respublikadan moliyalashtirishimizni hisobga olib, bu respublika darajasida hal qiladigan narsa, bunda o'sha tegishli vazirliklar, asosan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Vazirlar Mahkamasi alohida qarorini kutilyapti. Demak, aholining tomorqalarini sug'orish, bog'lar yashnashi uchun Moliya vazirligi loyihani tasdiqlamog'i kerak. O'ylaymizki, vazirlik mas'ullari aholi imkoniyati va to'lov salohiyatini inobatga olib mablag' ajratadilar yoki me'yor. Bu yerda bog'dorchilik yana rivojlanadi. Avvalgidek barq uradi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun